Ushbu xonadonning mehmonxona qismiga Turkiyada ishlab chiqarilgan Frida mehmonxona to'plamini joylab berdik. O'zingiz ko'rib baho bering. Ko'rib turganingizdek mebelimiz xonadonga ideal holatda tushdi. Nimaga bunday? Sababi biz remont paytida uyga kelib, ustalar bilan maslahatlashib, har bitta mebelimiz o'lchamlarini ustalarga berganmiz va shuni hisobiga gullarini, ranglarini mebelga moslab qilingan. Va oxirgi natijada mana ko'rib turganingizdek mukammal darajada ideal tushib berdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yaqindan yordam beramiz.